Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? O'zimni tanishtirib o'tsam, 88-yilman. Yangiyo'l shahrida yashayman. Ikkinchi guruh nogironiman. Bundan 1 yil 2 oy bo'ladi. Ertaga 10 oy, ya'ni travma olganimga Allohga shukr yuraman. Lekin ko'p emas, egilish umuman mumkin emas. Umurtqa pog'onasining 3-darajali sinishi, yopiq sinishi. Yani компрессионный перелом позвоночника с отеком костного мозга 3 степени. Allohga shukr yuraman. Operatsiya qildirmaganman, operatsiya mumkin emas, o'shaning uchun qildirmaganman. Lekin Allohga shukr, ozgina bo'lsa ham yuraman. Ertamandan kechgacha yurmayman, uni yuraman. Ko'proq yotib ish qilaman, yotgan holatda, turgan holatda, yurgan holatda. Bunaqa yurib, rosa ko'p yuraverishim mumkin emas. Tez charchab qolaman. 1-2 kilodan oshiq narsa mumkin emas. Korsetda harakatlanaman. Yotganda korset yechib qo'yaman, no yurganda, o'tirganda korset bilan foydalanaman. Чтобы bu korset nima uchun? Qadda tik turish uchun, egilib ketmasligi uchun taqilgan bu korset. Allohga shukr, yurib turibman, shunisiga shukr. Qolgan Xudo xolisa o'tib ketadi. O'quvchilikka kelganimga ancha yil bo'lgan. 9-sinflarda o'qib yurgan paytlarim, даже 8dan boshlaganman o'qishni. 8-9-sinflarda, ya'ni bundan 22 yil, 23 yil oldin boshlaganman o'qishni. U paytda internetlar yo'q edi. Kitoblardan foydalanardik. Kitoblarni ham topish qiyin edi. Anna Kroze avtor. Asosan kitoblarim o'shanda bo'lgan. U kitoblarim men bor haligacha. Shu kitoblardan foydalanib turib narsalar to'qirdim, kiyimlar to'qirdim, orada bir o'yinchoqlar ham to'qidim. Keyinchalik maktab bitirganimdan keyin to'qishdan dars berishni boshladim. Yoz kunlari как раз 9 bitirib, yoz oylari o'sha qizlarni o'qitishni boshladim. 3 yil uyda dars berdim. 3 yil Barkamol Avod bolalar markazida dars berdim. Birinchi dars berishni boshlaganimda 7 kamolat bo'lgan. Kamolatdan Barkamol Avod bolalar markazi bo'lgan. O'sha yerda 3 yil dars berdim. Общий 6 yil 600 dan oshiq shogird chiqazdim. Yosh qizlarimdan tortib, yoshi katta onaxonlargacha kelishardi, navaralarga kiyim to'qib beramiz deb. Hozirda orada dars berdim, offline sovuq tushib ketguncha qizlarni o'qitdim. Lekin onlaynga kelish men uchun bir boshqacharoq, to'g'risi gap, yangilik desam ham bo'ladi. Hech bunaqa narsaga o'zim uncha qiziqmaganman. Lekin vaqt o'tgan sari baribir hamma narsa onlayn bo'lib ketyapti. Sotuvimiz ham, narsa sotib olishimiz ham, reklamalar ham hammasi onlayn bo'layotgani uchun onlaynga sekin-sekin o'taman deb harakat qilyapman. Hozirda детский o'yinchoqlar to'qiyman, mana bunaqa. Kichkina anaqa emblemalar qo'yaman, bu egasi bor. Bularni o'z egalariga upakovkaga tayyorlaganman. Hammasini tozalab, qarab, joylashtirib, paketlarga solib, korobkalarga solib, o'z egalariga beraman. Mana breloklar. Bundan tashqari sumkalar bilan, sumkalar to'qishga ham qiziqaman. Munchoqlar, tillaqoshlar to'qib sotganman. Hozirdan ham zakazga yasayman. To'g'ri, unaqa skorostiim rosa baland emas, nimagaki asosan yotib o'qiganim uchun. Lekin Allohga shukr, sekin-sekin o'sha narsalarni qilib kelyapman. Mana bu o'yinchog'imiz ham bitib qolishiga ozgina qoldi. Bularni quloqchalarini qo'yib, kiyimchalarini, Xudo xolisa bugun uchashkalarini qilib qo'yaman. Mana
kichkinacha o'yinchoqlar to'qiyapman hozirda. Bular kam qolgani uchun ham bu zakaz bo'lgani uchun mana shu rangdan to'qib kelyapman. Sxemalarni to'liq hammasini o'qiy olaman, любой sxemani bemalol to'qiy olaman. Uyda bo'lganim uchun yana shu to'qishga qaytdim. Katta o'yinchoqlar ham to'qiyman. Katta o'yinchoqlarim hozirda zakazda 3 ta quyonim turibdi. Hozir uni boshlay olmadim, nimagaki u rangda ipim yo'q. Ip kelishini kutyapman. Ip zakaz qilganman. Ip kelgandan keyin u o'yinchoqlarimni ham to'qib o'z egalariga topshiraman. Hozir mana shunaqa kichkina остатка iplarim qolgan. Bunaqa iplarim o'ta ko'p. Mana shu iplardan kichkina o'yinchoqlar, breloklar to'qib ishlatib yuborishim kerak. Mana